Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimizning mehmonlari. Navbatdagi videomizni Andijon mashina bozoridan Lacetti avtomobillaridan boshladik. Birinchi avtomobilimiz akalar oq rangli Lacetti, mashina 2010-yil 455 ming yurgan ekan. Birinchi pozitsiya mexanika. Endi hali ma'lumot o'rnida boshida aytib o'tib ketamiz akalar. Lacettilarda ABS konditsioner hammasi birinchi pozitsiyadan 3-chi pozitsiyagacha akalar hammasida bo'ladi. Endi bilmaganlarga avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz 1.8 Adranlik, choklari, usulitillar, xullas, gazlari bor. Mana o'zingizlar ham akalar holatini ko'rib turibsizlar. Karnizda ochiziq. Kapotda bor. Balonlar kelsa, balonlarimiz ham o'rtacha holatda ekan. Saloni, linolen, kovrik, chexol, mana salon holatlari. Birinchi pozitsiya mexanika, orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan ham bir qator akalar salondan ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak, temir metan bagajimiz akalar choklari, zapaska balon, dampirat, ключ, xullas bagajimiz bu yoqdan bir qator chok holatlari. Mashina polni shumka, orqa stoplar, qalampir stoplar taqilgan ekan, holatini ko'ryapsizlar. Motor hadovoylari Tegmaydi, motorda rasxod yo'q. motorda rasxod yo'q, hadovoyda ishi yo'q akalar. Qayda mashinasi endi? Bu paxtavodniki. Paxtavodni mashinasi. Kraska-kaltilari-chi? Yo'q. Kraskasi ham toza. Kraska. Tak, sapachokda bor. Kapoti bitta kiriladi. Chiziq bu ham. Sapachok, kapot, bitta kirilo. Chiziq bu. Kapot ham chiziqmi? Chizilganga sepilgan. Akalar shunaqa ekan. Ular mashinani petnolari bor ekan. Unaqa endi mashinaning kaltak yo'q ekan. Holatini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Buni narxini qancha deyapsiz endi, Hoji aka? Buni ham nomerini olib qo'ying to'g'ri, moni. Buni ham qo'shib qo'yamiz, meniki bu ham. Narxini qancha deyapsiz buni? 5100 ga bunisini beraman, 5200 ga bunisini beraman. 5100 bunisi, 5200 bunisi. Bo'lishimi bu? Bo'ladi. Kami yo'q-a buni. Ikkalasini ham. Bu necha endi, tog'a? 10 bu ham. 10. Yurgani qancha buni? 60. 500 10. Ular 460 ming yurgan ekan akalar. Bunisi ham birinchi pozitsiya ekan. Ular nima? 1.8 motorda akalar. Padranlik, choklari, usulitillar. Tamam, boshqa yo'q. Gazlar. Butun mashina. Ikkita kirilo, bitta eshikda bor ekan. Mashina o'zi suviga ichlari butun ishyapti akalar. Balonlari ko'rdinglar, mana holatda. Salonlari akalar. ABS hammasi yo'q bor, bu ham bor. ABS konditsioner endi hammasi akalar bor bularda, bilasizlar. Orqa oynalar tonirovka. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan akalar ko'rinishi. Xullas, mashinamiz mana holatini ko'ryapsizlar. Kraskasini eshitdinglar, ikkita oldi kirilo, bitta eshikda deyishyapti. Qolgan joylari yaxshi ekan. Narxini 5200 bo'lishi deyapsizlar. Buni adashmasam 5200 akalar bo'lishiga beraveramiz deyishyapti. Ozma-oz kamini ham qilib beraveramiz deyishyapti. Variantga chiqmaydimi aka? Variant ko'ramiz. Eng kamida 3000, eng kamida 3000 pullar bo'lsa, telefon qilsanglar variantga ham chiqaveradi. Ekan telefon nomeringlar 94lik Hozir qilayotgan yana 872 4172 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Mashinamiz mana holatini o'zingizlar ham turib ko'rib turibsizlar akalar. Mana akalar, navbatdagi avtomobilimiz oq rangli Lacetti, xullas Lacetti cho'tkasini minaman degan akalarimizga. Mashinamiz 2013-yil. Yurgani qancha dedingiz, Hoji aka? 320 ming yurgan, 3-pozitsiya avtomatik korobka, xullas. Hali 1.6 motorda ko'pchilik akalar Lacetti so'raydi, mana 1.6 so'ragan akalarimizga mana 1.6 motorda padranlik, choklari, usulitillar, xullas gazlari bor. Endi mashinaning holatini o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Assalomu alaykum. Aka, balonlar kelsa, balonlarimiz ham to'rtta balonimiz xullas yaxshi holatda ekan. 8 sakadiskalar. Kulib ekan. Xullas akalar ochildi. Luklari ham ko'ryapsizlar, luklari ham ishlab turibdi. Linoni yo'q, ko'rilari, chexollari xullas. Mashinamiz akkuratni minilgan mashina ekan, Hoji aka. Unaqa nimalari yo'q, chexollari ham akalar yangi chexolga taqib qo'yilgan. Mana avtomobilimiz bu yoqdan bir qator salondan ko'rinib borish akalar. Bagaj qismiga kelsak, temir metan. Bagajimizni hozir bu yoqdan akalar choklarini ham ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa zapaska balon hamma yo'qi bor ekan. Bagajimizni chok holatlari. Orqa stoplar, o'ptira stop taqilgan. Mashinamiz mana orqadan bir qator viduxasi. Motor hadovoylari yaxshi, Hoji aka? Motor rasvot yo'q. Yo'q. Hadovoyda ishi Yo'q. Olasizlar, minasizlar, mashina rasvot qilgan joyi yo'q ekan akalar. Mana o'zingizlar ham holatini ko'rib turibsizlar. Kraskasi qanaqa buni, Hoji aka? 15%. 15%cha, 15%cha bor ekan akalar. Narxi 6,5 kami bor. 6,5 ming kami bor. Bankka chiqaveradi. Bank qilib olsa bo'laveradi. Savdosichi bo'ldimi yo'qmi buni? Qancha qilish? 6300. 6300 ga berilmadi. Ustiga yursa barakasi bo'ladi. Yo'q, bermaganlarga beraverasizlarmi?
Beraveramiz. Bermaganlariga bular berishaveradigan 6300 ga ular beraveramiz deyishyapti. Endi telefon qilib o'zingizlar ham bir qator gaplashib, akalar bilan kelishib olaverasizlar. Telefon nomeringiz 50 726 1700. 726 1700 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Mashinamizni holatini mana ko'ryapsizlar. Navbatdagi avtomobilimiz akalar GCP Svet'dagi Gentra mashinamiz 2015-yil 197 ming yurgan ekan. Ikkinchi pozitsiya Plus mexanika avtomobilimizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, choklari, ustiletillar, xullas gazlari bor. Mana mashinani akalar mana holatini o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Balonlariga kelsak, balonlarimiz to'g'lanmasi o'rtacha holatda. Saloni, linonin, ko'rik, chexollari yo'q. Xullas ikkinchi pozitsiyada mana ko'ryapsizlar akalar. Xullas akkuratni qarab, endi mashina ekan, endi salon holatlari ham urinib metr u bu bo'lib ketmagan. O'zingizlar ham ko'rishinglar mumkin. Bagaj qismiga kelsak, temir metal. Bagajimizni choklari, zapaska balon, damkrat, kulich, xullas hammasi bor ekan. Bagajimiz akalar bu yoqdan bir qator chok holatlari. Avtomobilimizni orqadan akalar ko'rinishi. Aka, motor hadoylari yaxshi? Rasot yo'q. Motor rasot yo'q, hadoyda ishlar yo'q. 15 197 ming yurgan deyapsiz, a? Bitta yangi ega kerak xolos bu. Krasa kaltelari-chi? Kaltagi yo'q. Monta qilayotganda shatib tushib ketib qoldim o'yinga. Almashtirib yuborganmiz mana. Kapot almashgan. Ko'rsatib bu yoqlariga o'tmagan. O'tgan ekan deydigan bo'lsa, ustasini pulini to'lab, shohona abed ujimni eriymi. Alishgan. Kapot almashgan xolos. Narxini qancha deyapsiz aka? 7,5 ming. 7,5 ming kami bor-a? Savdosi bo'ldimi? Yo'q, bugun. Endi xudo xolasa. O'zi yomg'ir entindi. Variant barter bankchi aka. Bankka bo'laveradi. Bank qilib olsa bo'laveradi. Variantga chiqmaydi. Telefon nomeringiz 88 lik 993 993 15 15 14. 14 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz Oqrayning Lacetti, mashinamiz 2009-yil 443 ming yurgan deyishyapti akalar. Birinchi pozitsiya mexanika avtomobilimiz, xullas motor qismiga kelsak, motorimiz 1.8 Padranlik, choklari, ustiletillar, xullas gazlari bor. Mana motor holatlarini akalar o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Balonlariga kelsak, balonlarimiz, to'rtta balonimiz xudo xolasa yaxshi holatda ekan. Avtomobilimizni salon linonin ko'ri yo'q, chexollari xullas ko'ryapsizlar, endi akkuratni, xullas chiroyli nima qilingan mashina ekan. Aka, kapotni bosib oling bagajni. Birinchi pozitsiya mexanikada, orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana avtomobilimiz bu yoqdan bir qator salondan ko'rinishi akalar. Bagaj qismiga kelsak, temir metal. Bagajimiz akalar choklari, zapaska balon. Mana bagajimiz akalar chok holatlari. Mashinani orqadan bir qator videosi, hozir qolgan ma'lumotlarni egalaridan olib o'tib ketamiz. Akalar like bosib qo'yamiz, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib olamiz akalar. Bundan buyon qattiq qolamiz. Aka, motor hadoylari yaxshi? Yo'q, yaxshi, rasxoti yo'q. Motorda rasxot yo'q, hadoyda ishi? Yo'q, hadoyda ham akalar ishi yo'q ekan. Olib turib, akalar mashina minishga tayyor ekan. Kirasa kaltelari-chi? Hop, orqalda butun 4 ta detalda petno bor xolos mashina. Old orqalari pechat, 4 ta detalda petnosi bor ekan. Qolgan joylari yaxshi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? Aka 56 dan jinda o'tib berdi. 5600 kami bor. Savdosi bo'ldimi aka? Bozor so'radimi? Yo'q, hali so'rashmadi Endi, xudo xolasa. Variant barter bank? Yo'q, barter bo'lishi mumkin, bank variant yo'q. Barter devon boshlarga bank bo'lmasa ekan, variant ham chiqmas ekan akalar. Telefon nomeringiz 90lik 90lik 770 770 0107 0107 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveradi. Bittagi avtomobilimiz Stanley Svet'dagi Lacetti, mashinamiz 2013-yil 355 ming yurgan ekan akalar. Menimcha 3-pozitsiya yo'q, mexanika qilingan, yo'qsa 1-pozitsiya yo'q, lyuk qo'yilgan. Shunaqa egasidan so'raymiz akalar. Aka, 3 mexanika qilinganmi yo birga lyuk qo'yilganmi? Yo'q, 3 mexanika qilib yuborgan. 3 mexanika qilingan ekan. Motordan ham bilsanglar bo'laveradi. Akalar, motori ham 1.6 motorda ekan. Padranlik, choklari, ustiletillar, xullas akalar, gazlari bor. Mashinani holatini ko'ryapsizlar. Balonlariga kelsak, balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda ekan. Akalar, mana yuklari ishlab turibdi. Linonin, ko'rik, chexol, salon holatlari, xullas 3 mexanika qilingan. Boshda bilsanglar, bu mashina chiqqanda
biz o'zbek akalarimiz o'zimiz ham xullas ko'pchilik avtomat suymagan, shuni hisobiga ko'pchilik zavoddan avtomat korobka olib chiqib turib mexanika qilishib yuborgan akalar, shuni hisobiga bo'lishi kerak ekan. Temir metan choklari, zapaska balon, xullas hammasi bor ekan. Bagajimizda choklari, mashinani orqadan bir qator videoxasi akalar. Hozir qolgan ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Balonlar ham 4 ta charm bo'y yumshoq balonlar turibdi ekan akalar. Aka, motor hadovoylari yaxshi? Zo'r aka. Rasxod yo'q. Umuman rasxod. Motorda rasxod yo'q, hadovoyda ishlari ham yo'q ekan. Qayerda mashinasi aka bu? Bu aka Qo'rg'on-tepani. Qo'rg'on-tepani mashinasi. Kraska kaltelari? Kraska bir 15% bor aka. 15% cha. Ichiga o'tmagan. Chaqa-chuqaga akalar 15% bor ekan. Xullas ishlari butun ekan. Narxi aka buni 5,5 ming kam bor. Qancha deyapsiz? 6 ming. Ha, 6 ming kam bor ekan. Uzr. Adashib ketdi akalar. Variant barter bank yo'llari-chi aka? Bank barter bor. Bank qilib olsanglar bo'laveradi. Barter degan mashinaga telefon nomeringiz 99lik 900 9109 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz Disbesvetdagi Lacetti, xullas Lacetti'da avtomatik Gentra qilingan so'raganlarga akalar, mashinamiz 2013-yil 204 ming yurgan deyapsiz. 204 ming 3-pozitsiya avtomatik korobkada akalar. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz 1.6 Padranlik, choklari, ustiletilari, xullas akalar, gazlarimiz propanda. Balonlariga kelsak, balonlarimiz 4 ta balonimiz yaxshi holatda ekan. Saloni, linoleum, ko'rik, chexol, xullas salon holatlari, orqa oynalar. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan ko'rinishi, xullas avtomat korobka, monitorlarni ham akalar ko'rib turibsizlar. Aka, yo'qmi turing. Bagaj qismiga kelsak, tabletka propan, chuqlari, mana bu yoqlari akalar. Mashinani orqadan ko'rinishi akalar. Aka, motor hadovoy yaxshi buniki? Zo'r aka. Motorda rasxod yo'q, hadovoylari ham yaxshi ekan. Kraskasi endi oldi Gentra qilingan, orqa tarafdachi? Orqada Kiriloda bor. Petnolar borda. Kiriloda yo'l berdi, petnosi bor ekan. Qolgan joylari yaxshi. Narxi aka buni? Buni aka 5,5 mingga beramiz. 5,5 ming bo'lishimi? Kami yo'q, ha? Ozmoz kami ham bor ekan. Sunnatiga o'tib beramiz. Sunnatiga akalar o'tib beramiz deyishyapti. Variant barter bank? Bank variant barter bor. Bank qilib olsanglar bo'laveradi. Barter degan boshlariga variantga chiqmas ekan. Akalar telefon nomeringiz aka? 99lik 900 9109 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Mashinamizni holatini ko'rib turibsizlar. 2013-yil 204 ming yurgan, xullas 3-pozitsiya avtomatik korobka. Xullas ulluklari ishlaydi aka? Ha, hamma yo'g'i akalar ishlab turibdi ekan. Mashinani holatini ko'ryapsiz. 13 ekan. Telefon qilib gaplashib bosiragan joylari ekan akalar. Bitta avtomobilimiz Stanoy Svetdagi Lacetti, mashinamiz 2011-yil 730 ming yurgan ekan. 1.8 motorda. Avtomobilimizning motor qismiga kelsak, motor holatlari, padranlik, choklari, ustiletilari, xullas gazlari bor. Balonlariga kelsak, balonlarimiz almashadigan holatda ekan. Aka, qulub ekanda. Linoleum, ko'rik, chexol, mana salon holatlari. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan, birinchi pozitsiyada. Bu yoqdan bir qator salondan akalar ko'rinishi. Xullas bozor ko'ryapsizlar, juma, haftaning juma kuni. Mashina kam, odam ham kam akalar. Mana bu yoqdan bir qator ko'rinishi. Bagajimizda bu yoqdan chok holatlar. Mashinani orqadan bir qator videosi. Aka, motor hadovoylari? Aka, rasxodi bor. Motorda rasxodi bor, ha? Hozir rasxodi. Yo'qdan yoqqacha qancha? 500 ga 500 da rasxodi borda 500 kilometrga quyiladi. 1 litr quyiladi 800 gram. 801 litr quyiladi deyapsiz. Hadovoychi? Hadovoylari yaxshi. Hadovoylari yaxshi. Puli borga belli oladi, banki bor. 1,5 ming puli borga tayyor banki bor, ha, menimcha. Tayyor bank. Tayyor banki bor ekan. Oyiga 2 yil. 3,5 million oyiga 2 yil akalar to'laysizlar ekan. Naqqa ham sotaverasizmi aka? Yo'q, endi bank bor. Bank bo'lyapti akalar, naqqa chiqmaydi endi. Ular 1,5 ming berasizlar.
3,5 milliondan 2 yil to'laysizlar ekan. Standart ketganmi aka oxirigacha? Standart. Standart akalar 3,5 milliondan ekan. Telefon nomeringiz 90lik 90lik 205 205 88 55 88 55 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Qayerda mashinasi aka o'zi? soy. Soyda, shaharda mashinasi akalar. Telefon qilib gaplashib bosib boradigan joylar ekan. Mana o'zingizlar ham holatini ko'rib turibsizlar. Kraskalarni qanaqa dedingiz aka? Bor 60% bor. 60 oldarqalar pechatmi? Hamma yo'q. Oldarqalar pechat akalar urilmagan, unaqa rammasi butun mashina ekan. Telefon qilib bosib olgan joyi.